Hammalarga assalomu alaykum bolalar. Sizlar bilan doimiy o'sha Sabzijon va yangi videoga xush kelibsizlar. Bugungi videoda nima qilasan? Sabzi kalla desalaring, bugungi videoda biz piknik qilamiz. Ya'ni dam olamiz, rohatlanamiz. O'zi anchadan beri dam olmagandim. Har kuni ish jongam tegib ketdi. Mana shu yerga stulchiklarni qo'ysammikan yoki mana bu yerdagi daraxt tagiga qo'ysammikan deb yomon ertalabdan beri o'ylanyapman. Shunga sizlar so'ramoqchi edim. Video tagiga kommentariyaga yozib yuboringlar. Ana o'rmonga ham bormoqchi bo'ldim. Soya, yaxshi salqin joyga, lekin bo'rilar borligi uchun borganim yo'q. Shuning uchun like bosib qo'yinglar. Managa ham bormoqchi bo'ldim. Mana shu yerga normalniroq o'ylayapman-da, sababi soyabon qo'yib, qanaqadir yo'takka sharoitlar qo'yib zo'r qilib olsam bo'ladi-da mana shu yerda. Davay bo'lmasa mana stullarni qo'yamiz va bu yerda dam olishni boshlaymiz. Bu yerga ikkita stul qo'yamiz va qahvani mana shu yerga qo'yamiz. Hoppa, krasavchik. Undan 10. Qanaqa ajoyib. Chota, nito? Qaranglar-da. Qanaqadir joy bu yerda. Avval yo'q-ku bu joy. Voy, teshik. Menga qara. Qo'rqitib yubordingiz. Assalomu alaykum. Yaxshimisiz, Jitiljon? Mani yaxshi yomonligi bilan bosh ishing bo'lmasa, nima qilyapsan bu teshikni oldida? Podvolimku. Bu yoqqa yaqinlashma. Panika qilib tashlamang, bo'ldi, yaqinlashmayman. Bittagina so'raysiz bo'ldi. Nima bilan baqirib tashlayapsiz? Bittagina teshikcha ekan, podvalcha ekan, to'g'ri. Bo'ldi, men yaqinlashmayman aka, bo'pti. Короче, sog' bo'ling. Men hech qanaqa panika qilganim yo'q. Menga yaqinlashma, to'g'risini aytsam. Bu meni sirli joyim, to'g'rimi? Bo'pti bo'lmasa. Xayr. Voy be, oddiygina bitta joy, baqir-chaqir qilib tashlash shart emas. Bolalar bu yomon o'zidan ketdi-ku, nima deysizlar, tarbiyalab qo'ymaymizmi? Ana yerda ko'l bor ekan, qanaqadir daryocha. Mana shu yerda lekin cho'milsam bo'ladi piknikda. Dam olib, mazza qilib yotib. Короче, ishga qaytgan bo'lsanglar bolalar, kechqurun tushamiz bu podvalga. Zo'r ide, to'g'rimi? Kechqurun hamma uxlaganda buni podvalga tushamiz va nima borligini ko'ramiz. Davay bolalar. Bolalar bizda ham tushdi, soat naqd 1:30, yarim kechasi o'sha Burunboyda jitillik podvalga tushamiz. Men narsalar oldim. Har ehtimolga qarshi qilich va pastga tushish uchun lopatga va ikkita non. Просто o'zim, yerda qahvam qolib ketibdi. Sal pastroq gapirish kerak, men uyg'onib ketmaslik uchun. Davay bo'lmasa men yerda qaziymiz. Okey. Bu rostdan qanaqadir qaranglar, joyi bor ekan bu yerda. Da bolalar. Bu yerda merga qo'yamiz, sababi chiqish uchun osonroq bo'ladi. Juda qorong'i. Sizlar ham bilmadimmi, menga juda qorong'i. Mana yerda svit bor ekan. Ana. Juda zo'r. Mana qanaqadir laboratoriyami bilmayman. Qafas qandaydir, shkaflar, kalendar. Qanaqa qafas bu? Hey. Boshim nima bo'ldi? O'rqamiyamni edimi o'zim? Jitil. Nimaga meni urding? Nima bunaqa qamab qo'yibsan? Men senga aytganimmi, podvalga tushmagin deb. Nimaga tushding, ahmoq? Qiziqdim, nima qilishim kerak edi? Nima endi? Bu yerda nima qilasan sen? Nima? Hamma joy kimyogarlik bir bola. To'g'risini aytsam, men bu yerda zahar tayinlayapman, ya'ni bu zaharni merga ichirib, o'zim mer bo'laman. Olmading ishim, men nima ishim bor? Вообще men ishim yo'q. Men yashab yuraversam bo'ldi, nima? O'lmay chiqarib berdim. Yo'q, sen bu yerda guvoh bo'lib qolding, shuning uchun men seni o'ldirmoqchiman. Uka, normalniy gapir. Qanaqa o'ldiraman? Hazillashmayman bilan. Chiqsam, burningizni olaman. Shunaqa gaplaring uchun rostdan ham o'lasan. Orqadagi teshikni ko'ryapsanmi? Mana shundan lava oqqan, men seni kuydirib, sokingni chiqarib yuboraman. Ha. Iltimos, Jitiljon, iltimos Jitil, iltimos meni bu yerdan chiqarib yubor. Senga nima yomonlik qildimmi? Iltimos, savzimni beraman.
Yo'q, menga hech qanaqa sabzi kerak emas. Shundoq ham ko'rib olib, sokigini chiqaraman va sotaman. Ha. Yo'q, unaqa qilma. Iltimos, mani chiqarib yubor. Mana yerda chiqsa bo'ladimi? Bu yerdan ham chiqib bo'lmas ekan, iltimos. Jitil, iltimos sendan. Iltimos, chiqarib yubor mani. Jitil. Eshik ochiq ekan. Yo'q, Sabzijon, iltimos unday qilma. Kechir meni. Sen o'zing podvalga tushding-ku. Iltimos kechir, Sabzijon, iltimos sendan. Yo'q uka, endi kechirim so'rash iloji yo'q. Sen mana suvimni qisib, sabzi sharbati qilib ichvormoqchi eding, to'g'rimi? Endi men seni go'shtingni maydalab, burger qilib jitillarga sotaman. Yo'q, ha. Yo'q, iltimos, Sabzijon, meni kechir. Nimaga o'zing eshikni ochiq qoldirdingmi? Nimacha ahmoqman. Bilmayman, o'zing eshikni ochiq qoldirgansan. Men qulflab qo'ydimmi? Короче, gapni ko'paytirmaymiz, uka. Sen o'zingdan chiqdi, men seni hech qanaqa adovatim yo'qdi. Mayli, endi sen oxirgi so'zingni ayt. Hop, men to'g'risini aytsam, men seni sabzi buvingning yaxshi ko'rar edim. Pashale. Daimasa bo'pti uka. Sog' bo'l. Yo'q, iltimos, yordam. A few moments later. Kelinglar, mana burgerlarimiz bor, steaklarimiz bor, jitil go'shtidan, mol go'shtidan, qo'y go'shtidan zo'r ketadi. Olib qolinglar, mana burgerlarimiz, steak, hamma narsa bor, topsalaring bo'ladi. Kelinglar, men odam yo'q. Odam kelsa o'zimiz kutib olamiz. Hop, sizlarga bo'lsa hammalaringga xayr, sizlar bilan men o'sha Sabzijon bo'ldim. Videoga esa like bosinglar, kanalimizga obuna bo'lib qo'yishni unutmanglar. Men videoni tugatdim.